Assalomu alaykum aka-uka opa-singillarimiz. Bugun bizda printer mavzusi L3258 printerlarimiz yetib keldi. Ozgina tushuntirish va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 3258 printer haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bunda printer, kopiya, skaner, Wi-Fi, promoy telefondan pechat bersa bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri. Bunga hech qanaqa internet, boshqa Wi-Fi router kerak yo'q. Wi-Fi router bo'lsa ham bo'ladi, lekin telefondan shunchaki ulab, ilovasini yuklab olib pechat bersa bo'ladi. Bu eng ishonchli va tezkor printerlardan hisoblanadi. Narxi arzon bo'lgan o'zini kategoriyasida. Bunda oq-qoraga 4,5 mingta pechat, rangliga 7,5 mingta pechatga bir zapravkasi yetadi. Buni ichida full bo'ladi, hamma narsasi 4 xil original kraskasi, pitaniya kabeli, USB kabeli, hamma narsasi ichida chiqadi. Bularning garantiyasi 1 yil. Narxlarga keladigan bo'lsak, 2,150 ming so'mdan narxlari butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavka faqat pullik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Hammaga rahmat.